Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, ahli iymon, mo'min, musulmon, ro'zador birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, ayyaman ma'dudat sanoqli kunlarda ro'zani sizlarga farz qildi deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ash-shahru hakaza va hakaza deb qo'llari bilan ishora qilib, bir oyni 29 yoki 30 kun bo'lishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qildilar. Muborak bo'lgan, aziz va mukarram bo'lgan, barakatli bo'lgan, Qur'oni Karim nozil qilingan Ramazon oyida turibmiz. Ramazon ro'zasi saharlik va iftorlikni o'rtasida yeyishlik, ichishlik hamda jimodan tiyilishlikni Ramazon, ya'ni ro'za tutgan inson deb hisoblanadi. Saharlikdan boshlab niyat bilan iftorlik vaqtigacha yeyishlikdan, ichishlikdan va jimodan mana bu narsalardan tiyilishlik, to'xtab turishlik, mana bu narsa ro'za islom mo'min musulmonlarni ro'zasi deb hisoblanadi. Kecha biz Ramazon iftor saharligi haqida so'z qilgan edik. Bugun iftorlik haqida, iftorlikning sunnatlari haqida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday qilib iftorlik qilganliklari haqida inshaalloh Alloh taolo qodir qilganicha tushuntirishlikka harakat qilamiz. Avvalo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini eslatib o'tamiz. Aytibdilarki, lis-soimi da'watun la turaddu. Ro'zador insonning duosi bor. Agar duo qiladigan bo'lsa, la turaddu, mana bu duo qaytarilmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Siz bilan menga bo'ladigan mukofot, hurmatli azizlar, duo qilishlik degan bir imkoniyat bor. Duo qilishlik degan bir imkoniyat bor. Albatta duo qilinadigan bo'lsa, mana bu duolarni Alloh subhanahu va taolo qaytarmaydi. Bomdoddan so'ngmi, saharlikdan so'ngmi, peshin vaqtidami, asr vaqtidami, iftorlikka yaqinmi, qachon duo qilamiz desa, ulamolarimiz al-ahvat umumiysini olamiz. Kama jaa umuman, umumiy qanday kelgan bo'lsa, mana shunday holatda olamizda, ayni bir vaqtni belgilamaylik, balki umumiy bo'lgani yaxshiroq deyishsa, ba'zi bir ulamolarimiz ayndal iftor qilinayotgan vaqtidagi duo la turaddu, qaytarilmaydi degan so'zlarni ma'qul ko'rishgan ekan. Shuning uchun iftor qilayotgan insonlarni iftorlikning sunnatlaridan biri, mana bu narsaga e'tibor beraylik. Iftorlikning sunnatlaridan biri 16 soat, 18 soat, 15 soat, necha soat ro'za tutsak ham dasturxonni ozgina ertaroq tayyorlab qo'yaylik. 10 daqiqa ertaroq dasturxonni tayyorlab qo'yaylik. Bu erkak kishi va xossatan ayollarga ko'proq tegishli. Issiq taomda baraka yo'q deyildi. Issiq taomda baraka yo'q. Demak, azon aytgandan so'ng emas, undan jicha ozgina muqaddamroq taomni dasturxonga qo'yib qo'yilsa ma'qulroq bo'ladi. Ana 100 graduslik taomni bizi badanimiz 36 graduslik bo'lgan badanimizga uni olib kirishlik bizga zarar beradi, kasallik keltiradi, baraka ham bo'lmaydi. Balki kunduzi bilan dam olib turgan oshqozonga tezlik bilan issiq narsalarni yoki darrov shoshilinch bilan sovuq muzdek narsalarni olib kirishlik bu sunnatda ham yo'q, tibbiyotda ham yo'q. Shuning uchun kasallikka o'zimiz sababchi bo'lishimiz mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qilib iftor qilganlar degan savol berilsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iftor qilgan vaqtlarida salasa tamaratin, tamarat degan xurmolar degani. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 xurmo bilan iftorlik qilar ekanlar. Yoki salasa ratabatin, 3 xurmoning bu boshqa turi pishib qolay degani bu. Ya'ni suyuqligi ko'prog'i, namligi ko'prog'i ratabat deyiladi. Namligi ozroq bo'lib qolgani tamarrot deyiladi. Bu xuddiki uzum bilan mayiz degan so'zga o'xshaydi. Uzumni yesangiz suvlik bo'ladi, mayizni yesangiz qurib qolgan bo'ladi. Xurmo ham xuddi shunday. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iftorlik vaqtlarida, iftorlikda salasa tamaratin, 3 xurmo bilan iftorlik qilgan ekanlar. 3 xurmo bilan iftorlik qilar ekanlar. Topolmasachi desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Agar topa olmasanglar, hasayatun minal ma, hovuchda hozirgi kunlarda idishlarimiz bor. Idishda xo'plam suvlarni ichishlik mana bu sunnatdir. Suvlarni ichishlik mana bu sunnatdir. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shom namozini o'qib olar ekanlar. Mana shu joyda bir masala paydo bo'ladi. Masalan, ba'zi insonlar ozgina taom yemasalar, namozda o'y fikrlari joyida turmaydi.
ozgina taom yeb olsak bo'ladimi desa, albatta bo'ladi. Ozgina taom yeb olsak, inshaalloh albatta bo'ladi. Lekin birinchi taom yeb turgan vaqtimizda juda ham ko'p taom yeyishligimiz shart emas. Iftorlikning sunnatlaridan hurmatli azizlar, ma'ajjalu al-fitra. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, mening ummatim yaxshilikdadir, qachonki iftorlikni ertalatsalar. Mening ummatim yaxshilikdadir, qachonki iftorlikni ertaroq qilsalar. Hatto bir hadisda keladi, aftarna fi ahdi rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fi yawmin g'aymin. Havo bulutlik bo'lib turgan kunda, mana bugun ham bulutlik bo'lib turibdi. Bulutlik bo'lib turgan kunda biz iftorlikni qildik. So'ngra bulutlar tarqadi, quyosh botay deb qolgan ekan. Demak, quyosh botmagan ekan deyapti. Biz hozir taqvimlarimiz bor. Quyosh botgan vaqtlar aniq ko'rsatilgan. Muazzinlar ham o'sha vaqtda inshaalloh azonlarni aytishyapti. Yo'q, yana ozgina vaqtimiz bor. Yana ozgina kutaylik, yana ozgina kutaylik degan so'z bo'lmaydi. Balki iftorlikni tezlashtirishlik, saharlikni kechiktirishlik kerak. Kechiktirishlik qanday desa, saharligimizni taqvimni oxirgi vaqtigacha qilsak bo'ladi. Iftorlikni esa taqvimni birinchi vaqtida qilamiz. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatidir. Demak, taom yeyishlikda imkon qadar xurmo bilan boshlaymiz. So'ngra o'ta issiq va o'ta sovuq taomlardan ehtiyot bo'lamiz hamda iftorlikni o'z vaqtidan kechiktirib, qorong'uni tushirib, oylarni, yulduzlarni ko'rinib qolguncha, ya'ni shom vaqti ancha o'tib ketguncha bo'lgan vaqtni kutilmaydi, balki iftorlik o'z vaqtida qilinadi. So'ngra la turadu deb boya so'zda aytdik. Iftorlik qilayotgan inson xossatan iftorlikdan ozgina avval dasturxonga o'tirishligi, oila a'zolar bilan bo'lsin, yaqinlar bilan bo'lsin, qaysi o'rinda bo'lsa ham dasturxonni atrofida iftordan ozgina avval taomni emas, duoni o'ylashligimiz kerak. Taomni emas, balki duoni o'ylashligimiz kerak. Ro'zadorning duosi ijobat va ro'zadorning duosi qaytarilmaydi, ayniqsa iftorlik vaqtida. So'zimizning so'ngida yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, lis-soimi farhatan. Ro'zador inson uchun ikkita xursandchiligi bor. Ro'zador inson uchun ikkita xursandchiligi bor. Farhatun inda fitrihi va farhatun inda liqa'i rabbih. Birinchi xursandchiligi iftorlik qilgan o'rnida, ikkinchi xursandchiligi Robbisi bilan uchrashgan kunida. Demak, birinchi xursandchiligi iftorlik qilgan kuni vaqtida, o'rnida degandan maqsad inson xursand bo'lar ekan. Mana bugun men yana bir ro'zani yetkaza oldim. Bugun inshaalloh yana bir ro'zani tutishlikka Alloh taolo imkoniyat berdi, qodir bo'ldim deb. Inshaalloh Ramazon oyida mana bekorchi so'zlar ko'payayotganligi haqida ba'zan guvohlar bo'lyapmiz. Bu so'zlar haqida ham, bekorchi suhbatlar haqida ham inshaalloh bayon qilishga harakat qilamiz. Ro'zamizni zoya qilmaylik. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Valam yarfuz valam yafsuq." Bekorchiligini tashlamasa, shahodatu zur, yolg'on guvohligini tashlamasa, bekorchi so'zlarni tashlamaydigan bo'lsa, bu insonni tutgan ro'zasidan Alloh taoloda hech qanday hojati yo'q. Ya'ni o'zini bekorga ochga qo'yibdi degan so'z. Suhbatlarimizni inshaalloh davom ettiramiz. Alloh taolo qilayotgan iftorlik, saharliklarimizni va barcha ibodatlarimizni beriyolik bilan o'zini dargohida qabul qilsin. Subhanakallohumma bihamdik.